Alloh taolo bandaga bir ne'mat bergandan keyin uning asarini ko'rishlikni yaxshi ko'radi. Kecha 1 million oylik olayotgan edingiz, o'sha kiyim, o'sha siz, o'sha mashina, o'sha uy, o'sha dasturxon. Alloh taolaning fazilati ila endi 10 million oylik oladigan bo'ldingiz. 10 barobar oyligingiz oshdi. O'sha siz, o'sha kiyim, o'sha mashina, o'sha uy, o'sha dasturxon. Alloh taolo bergan ne'matini, natijasini, asarini, izini ko'rmasa Alloh taolo bermaydi sizga. Ya'ni martabangiz oshdi, oyligingiz oshdi, daromadingiz oshdi. Ehson hali o'sha. Masjidga kelamiz, bitta yirtiq 10 ming so'mlikni kassasiga tiqamiz, bo'ldi. Imkoniyatimiz zo'r, Alloh fazilat berganda ham o'sha 10 ming, o'sha yirtiq cho'ntagimizdagi eng mayda pullar masjid ehsoni uchun bo'ladigan bo'lsa, unday bo'lmaydi. Alloh taolo sizni qaytib o'sha eski darajangizga tushirib qo'yadi. Demak, Alloh taolo sizga bergan ne'matining izini ko'rishlikni har tomonlama, yurishingizda, turishingizda, kiyinishingizda, farzandingizga, xonadoningizda, dasturxoningizda, ehsoningizda bilinsin. Mana shunda Alloh taoloning o'zi sizga martaba va fazil beradi. Va bundan maqsad nima? Bundan maqsad odamlar oldida ajralib qolishlik uchun emas. Bu narsalar Xudo uchun bo'lishligi kerak. Agar bu narsalar Allohning roziligi uchun, Xudo uchun bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning o'zi har bir yo'sinda yaxshiliklarni Robbim nasib qiladi.